Assalomu alaykum. Hurmatli Xalq kanalının ko'ruvchilari, amonsizlarmi? Qutmanli kuningizlar men. Onlar biz O'shtoqqa tovuq bozorga keldik. O'sh shaharına qarashdi. Zaynabning tovuq bozorga keldik. Onlar asiterga ünді gördü. Tovuqning balalarını, şeja aparatning balalarını, qapaslarning barini ko'rsatib onlar. Bizning kanaldan alışıp o'tiringlar. Bizden birga o'tiringlar. Biz başlayıversek. Sekeden içine kirolar. Go'sht tovuqdir tuğanlar, go'sht tovuq. $250 so'm ekan ustiga. Ustiga $250 so'm. Bu mayda chajoni $160 so'm ekan. Yaxshi. 160 deydi. Keyingilarni to'g'rak. O'rdaklar qanchadan ekan? Buni aytsa, men buni 500. Na kichkinasi 500 da. No, ha? Bo'lishi qancha bo'ladi? Qanchaga bir yosh bo'lib qoldi u? Bo'lishi qancha bo'ladi ka? Yaxshi. Qanchadan ekan? Qancha aytib qo'y. O'rda ham kattasi 1000 so'm. Kattasi 5 so'm. 500 so'm kerak. Bo'la turgan bahsi bu? Bo'la o'tirganda. Bo'la turgan bahsi 500 so'm, 1000 so'mdan ekan. Maka. Bu yerda tayyor ko'rsatasiz. Yana mashhurda. Assalomu alaykum. Qanday yaxshisiz? Tovuqning bolar qanchadan qoldi? 500-600 ha. Noaqcha, mana qoroz ekan bular. Qancha ekan? 500. O'shoq qorozi 500 aytdi onlar. 500-600 shunday bavuldirdi bozorda. Narx tovuqlarcha qada? 600 ha. Tuqib tuvoy hozir. Yaxshi. Mo'jada tovuqqa kerakli buyumlar bor ekan. Birden başlab tovuqqa cheyin bor ekan qo'limizda. Mana sizlar mana termosi bor ekan. Shuni olib jassanglar bo'ladi. O'zingizlar cho'ja aparat jasab satsanlar bo'ladi. O'sha aparat kerak bularni. Ventilator bor ekan. Aslida ate qo'yib bittasi labo qo'yib hech kim yo'q. Endi bu yerga yapmasa ate qo'ydim narsa. To'g'ri o'zlash ekan. 1,5 ming so'm. Mana aparat qancha ekan aka? 13 ming. 13 ming ha. Qancha tuxum otgan buga? 72. 72 tuxum otgan. Zavodskoy rossiyskiy. Zavodskoy rossiyskiy. Qaysi kanal bu? Kechi qor aka. Maqluga qani? Bilmayman. 7 ming so'mga. Bu qanday ochiladi bu? Asla bilamiz. O'ta ko'tarilayotgan-da. 150 so'm. Yaxshi. Mana nimalar qancha terma nimasi? 650. Kichkinasimi bu? 400. 400 so'm kichkinasi. Yaxshi. Bu yerda bor ekan-da. Mana to'g'ri bor ekan. Yaxshi. Biz keyingilarni o'taversak. Kimdan ekan bu to'xta sizlarmi? Bas qanchadan ekan? Bahas 1,5 mingdan. 1,5 mingdan ha? 3 o'tdan 1,5 mingdan ha? Yaxshi. Bo'la turgan bas qanchadan bo'ladi? Bir 1200. Qancha jashar bo'lib qoldi? 1 yillik. 1 yillik ham bo'libdi ha? Yaxshi, mamlakat o'nlar. 1,5 mingdan ekan. O'shdi. Yaxshi. Akalar o'rdakdan bas qancha bo'lib qoldi? 900 so'm. 900 so'mdan ha? Bo'la turgan bolalarcha qancha bo'ladi? Aso optimiga 900. Optimga qancha jashar bo'lib qoldi? 1,5. 1,5 jashar bo'lib qoldi ha? Qayerdan olib keldingiz? O'shtanlarmi? O'shtandan olib keldir. Yaxshi. Salmog'i 3,5 kilo bu. 3,5 kilo go'sht beradi ekan. Yaxshi. Jaydar tovuqlarni ko'rsataylik.
Aka qanday yaxshisiz-ku? O'rtada tovuqlar qanchadan ekan aka? Общий hammasi 8 so'm. Ha, 3 tugun 8 so'mdan ekan. Na tovuqlar tuxum tuvoq hozir qo'shirdi. 5 ham tug'adi, bir qo'rasi bilan. 5 ham tug'adi. Maqchikidek qoroz bo'lsa kerak, cho'ng bo'lib turadi. Ha. 5 oydan tuvatganda. 5 oydan tuvatgan, har biri 800 so'mdan ekan. Yaxshi. Keyingi tovuqlarga o'tsak. Tovuqlar. Ana cho'ng-cho'nglar qanchadan? Na qara tovuqlar qanchadan ekan? 1000 so'mdan bu ekan. Har bir ishtiga 1000 so'mdan ekan. Yaxshi. Atayin o'shunday jasalgan qopaz bor ekan. Atayin tovuqlar uchun jasalgan ekan. Ko'ringizlar. 6500 so'mda turadi. Mening oldingi videomda ko'rsangizlar, telefon nomeri bor. 3 qator tovuq tuxum tuva turgan yeri bor ekan. Yaxshi. Bir yarım ming so'mdan ekan shu qorozlar. Atayım parodniy qorozlar. Ya Malish. Sizlar janaga apparatlarga o'xshaganlarda kelib olsangizlar bo'ladi. Qancha? 12000 so'm deydi. Qo'lda jassangizlar bo'ladi. Bari ыңгайлы qilib jassangizlar bo'ladi.